Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun men sizlarga kamdan kam vaziyatlarda shifokorlar ifodalab beradigan, ammo jag' sistemamizning asoslaridan biri bo'lgan chakka pastki jag' bo'g'imini strukturasi haqida, u qachon qarsillaydi, qachon og'ritadi, shakllanishi qanday bo'ladi va qirsillashlar bo'ladigan bo'lsa yoki og'riqlar bo'lsa nima qilish kerakligida qisqacha tushuntirish berib o'taman. Ko'pchilik insonlar tishning yo'qotilishi faqat tish qatoridagi muammoni keltirib chiqazadi deb o'ylaydi. Aslida tishning yo'qotilishi bo'g'imlar strukturasini o'zgarishida ham muhim omil sanaladi. Tushunib turganingizdek, bugungi mavzumiz inson organizmida muhim o'rin tutadigan chakka pastki jag'ning bo'g'imi haqida so'zlashamiz. Qani ketdik. Pastki jag'imizning bo'g'imini qanday holatda ishlashini tushunishimiz uchun eng avvalambor men sizlarga qisqacha ba'zi bir narsalarni aytib o'taman va shundan siz hayolingizni obraz shaklida shakllantirib tushunishga harakat qilasiz. Bo'g'im boshchasi inson organizmida shakllanishi boshlanishi bu ona qornidagi homilaning 5, 6, 7 haftalariga borib taqaladi. Onaning qornida bola shakllanayotgan vaqtda aynan bo'g'im boshchasi atrofiga qarab sekin astalik bilan hujayralar aktiv tarzda ko'chib o'tishni boshlaydi va bu yerdagi qon aylanish sistemasining hisobiga shu joyda moddalar almashinuvi tezlashadi va natijada bizani chakka pastki jag'imizning bo'g'imi shakllanishni boshlaydi. 8 va 12 haftalarga borib esa jag'imizning bo'g'imi deyarli shakllanib bo'lgan bo'ladi. Aynan mana shu davrda homiladorlikda qaysidir bir bosqichlarida to'g'ri shakllanish bo'lmasa, keyinchalik rivojlanadigan bo'g'im kasalliklariga shu narsa ham qisman sabab bo'ladi. Ana endi biz bo'g'imni homiladan boshlab shakllanishini tushunib oldik. Bo'g'im boshchasi shakllanib bo'lgandan keyin farzand tug'ildi, bola jag'ini ishlatishni boshlaydi. Bu bo'g'imimiz jag'imizning bir bo'lagi hisoblanib, odam organizmiga, ya'ni qo'shimcha yondosh suyaklarga faqatgina bo'g'im orqali qo'shiladi. Pastki jag'imizning bo'g'imi boshqa bo'g'imlardan tubdan farq qiladi. Chunki uning shakli ham, ishlash prinsiplari ham, mexanizmi ham boshqa bo'g'imlarga o'xshamaydi. O'xshasa ham juda ham qisman bo'ladi. Bizning tanamizdagi barcha bo'g'imlar bir yoki 2 yo'nalishda harakat qilishga moslashgan. Deylik, qo'limiz ochiladi, yopiladi. Bo'g'imlarimiz chapga, o'ngga, oldinga, orqaga harakat qiladi, bilak bo'g'imlarimiz. Ammo pastki jag'imizning bo'g'imi ochilishda, yopilishda chapga, o'ngga, oldinga, orqaga harakatlanib 4 ta yo'nalish bo'ylab harakatlanadi. Bu boshqa bo'g'imlardan uni ajratib turadigan eng muhim belgi hisoblanadi. Bola sut emishni boshlagandan boshlab uning bo'g'imidagi o'zgarishlar sekin astalik bilan boshlaydi. Ya'ni o'sha sohadagi kuchning hisobiga bo'g'im boshchasi sekin astalik bilan qattiqlashishni, rivoj topishni boshlaydi. U yerdagi suyak hujayralari ko'payishni boshlaydi. Suyak hujayralari tashqi tarafdan maxsus kortikal qobiqlari o'rashni boshlaydi. Aynan shu bo'g'imizning tashqi tarafiga kelib birikadigan mushaklar aynan bo'g'imga kuch berishini hisobidan mana shu bo'g'imimiz kamolatga, balog'atga yetishni boshlaydi. Sut tishlarimiz chiqqandan keyin chaynov jarayonida aynan shu bo'g'imlarimizga kuch tarqalib borib uriladi. Natijada mana shu bo'g'imlarimiz tish yo'q holatga nisbatan tish bor holatda ko'proq harakatini boshlaydi. Sut tishlar ko'p aksar holatlarda, deyarli insonlarda bir xil shakllanishni boshlaydi. Ba'zi bir insonlarda, ya'ni ba'zi bir bolalarda burun yondosh bo'shliq muammolari paydo bo'lsa, sut tishlari vaqtida yo'q, yuqoriga jag' orqada, pastki jag' oldinga o'tib olishini hisobiga bo'g'im boshchasining strukturasi sekin astalik bilan o'zgarishni boshlaydi. Chunki u yerga tushadigan normal kuch anormal holatga o'tib qoladi. Qachonki bola 6 va 8 yosh oralig'ida uni pastki va yuqoriga jag'laridan 6-tishlari chiqishni boshlaydi. Sanoq bo'yicha birinchi chiqadi-yu,
ammo tish qatorini sanog'i bo'yicha bu tishning raqami 6 hisoblanadi. Aynan mana shu tishlar kelgusida yuz jag' sistemasidagi prikusning shakllanishiga sababchi bo'ladigan tishlardan biri hisoblanadi. Ko'p holatlarda ota-onalarning befarqligi, bolalarning vrachdan qo'rqishi, ya'ni yoshlikdan olib kelgan travmalar natijasida vrachdan qo'rqishi natijasida bola tishlari og'riganini aytmaydi va shu tishlarni ota-ona sut tishlari, bu hali bola-ku deb o'ylab oldirib tashlashadi. Buning natijasida pastki chakka jag'i bo'g'imi noto'g'ri shakllanishni boshlaydi. Ana endi shu nuqtada men sizni hayolingizni yana bir bosqichdagi narsaga jalb qilaman. Bu narsa prikus. Inson organizmida prikusning bir necha xillari bor. Sizga tushunarli bo'lishligi uchun men prikuslarni to'rga bo'lib sizga tushuntirishga harakat qilaman. Eng avvalambor normal holatdagi prikusda bizning yuqorgi jag'imiz o'z nomi bilan pastki jag'imizni tishlarini ustida turadi. Ya'niki yuqorgi jag'imiz pastki jag'imizdan yuqorida, avvalroqda turadi. Bu eng to'g'ri, eng yaxshi prikuslardan biri hisoblanadi. Ana endi ikkinchi prikusimiz bor. Bu prikusimizda oldingi tishlarimiz orqa tarafga qarab yotib qolgan bo'ladi. Buning natijasida jag'imizning harakati, bo'g'im harakatlari cheklanadi va bu prikuslarni davolashga, normallashtirishga ehtiyoj tuziladi. Bunday holatlarda yuqorgi jag'imizda tishlari orqa tarafga egilgan bo'ladi. Buni biz fan tilida retruziya deymiz, ya'ni orqaga ketib qoldi deymiz. Shunga nisbatan pastki tishlarimizning oldingi tishlari ham orqada bo'ladi. Bu jag'imizning harakatiga to'sqinlik beradi. Bu ikkinchi xil prikusimiz hisoblanadi. Yana bir prikusimiz bor. Yuqorgi jag'lar bilan pastki jag'lar bir-biriga to'g'ri uriladi. Bu holatda ham bo'g'imning ishlanishi anormal bo'ladi. Ya'niki normada hisoblanmaydi. Ana shunday holatlarda jag'imiz nihoyatda ko'p kompressiya, ya'ni bosim bilan ishlashni boshlaydi. Va to'rtinchi oxirgi prikusimiz bu pastki jag'imiz yuqorgi jag'imizdan oldinda joylashib qoladi. Buni ikkita xili mavjud, soxtasi va chini. Chin bo'lsa qachonki genetik nuqtai nazardan uni iyaklari oldinda, ya'ni ota-bobosini iyaklari oldinda bo'lgan bo'lsa, uni jag' sistemasi ham xuddi shunday shakllanishni boshlaydi. Yolg'on, ya'ni soxta pastki jag'imiz oldinga o'tib qolishiga sabab yuqorgi jag'imizdagi ba'zi bir muammolar, qoziq tishlarini erta yemirilishi yoki umuman yemirilmay qolishligi. Aynan mana shu pastki jag'imizning oldinda bo'lib qolishligiga sabab bo'lgan soxtasi davolanishga talabi yuqori bo'ladi, ya'ni davolash kerak bo'ladi buni. Va buni avval soxta va chinini ajratib olish kerak. Agar soxta bo'lib pastki jag'imiz oldinda chiqib qoladigan bo'lsa, o'z-o'zidan buning natijasida chaynov buziladi. Chaynovda tarqalayotgan kuchlar bo'g'imga noto'g'ri kuch beradi. Buning natijasida bo'g'imimizda ma'lum bir o'zgarishlar paydo bo'ladi. Biz qisqacha qilib siz bilan prikus nima ekanligini tushunib o'tdik. Ana endi bo'g'imimizning boshchasini siz handball, ya'ni qo'l bilan o'ynanadigan futbolning to'piga o'xshatishimiz mumkin. Yuqori qismi aynan shunday bo'ladi va u yuqorgi jag'imizning suyagida aynan mana shu holatda ishlashni boshlaydi. Bu ikkalovligi, bu suyak bilan bu bo'g'im boshchasining orasida disk bo'ladi. Mana bu disk qabariq oyna shaklida bo'ladi, ya'ni qabariq bo'ladi. Aynan mana shu qabariq disk bo'g'im boshchasining ustida turadi va kuch to'g'ri taqsimlanishiga yordam beradi. Endi bizning jag'imiz tish qatorlari notekisligi sababli, prikusning noto'g'riligi sababli noto'g'ri ishlashni boshlasa, kuch noto'g'ri taqsimlanadi. Buni natijasida shu sohadagi mushaklar doimo stress bilan ishlaydi. Organizm bu narsaga o'zini himoya adaptiv funksiyasini qaratadi va natijada bo'g'im boshchasidagi suyak strukturalari parchalanishni boshlaydi. Yildan yilga, kundan kunga sekin astalik bilan shu bo'g'imimiz bosh atrofidagi joylashgan suyaklar yemirilishni boshlaydi. Eng tez yemiriladigan soha uning lateral, ya'ni tashqi tarafda, mana qo'limizga yaqin bo'lib turadigan holatdagi suyaklar yemirilishni boshlaydi va natijada
aynan jag'imiz ochilib yopilayotgan vaqtida shu diski paylar orqali tortiladi. Chapga, o'ngga, oldinga, orqaga tortiladida va jag'imizning orasidagi suyagi va jag'ning orasidagi holatdan chiqib ketib qoladi. Buni natijasida bo'g'imimizda qirsillashlar, har xil pufaklar yorilgandagi ovoz chiqadigan hissiyotlar bo'ladi. Xuddiki go'yo buni dastlabki element belgilari sizning qulog'ingiz atrofida ikkita qog'ozni bir-biriga ishqalagandagi ovozning o'qtim-o'qtim bo'lib turishligi hisoblanadi. Bu boshlang'ich belgilari. Ana undan keyin sekin astalik bilan bu bo'g'imdagi o'zgarishlar farqlanib boradida qarsillashgacha yetib boradi. Bunday holatlarda bemorlarni biz maxsus tekshiruvlardan o'tkazganimizda aynan bo'g'im boshchasida yemirilishlar ketayotganligini yoki uning strukturasi o'zgarayotganini biz ko'ramiz. Siz aytishingiz mumkin, bir dona tishning yo'qotilishi shuncha muammolarga sabab bo'ladimi? Biz aytamiz, ha, albatta. Bir dona tishning yo'qotilishi aynan mana shunday bo'g'im kasalliklariga sabab bo'lishligi mumkin. Ana endi buni mexanizmini men sizga qisqacharoq, oddiyroq tushuntirishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, tarozining ikki pallasi bor. Ikkita pallasida teng miqdorda mahsulotlar qo'yilgan va bu tarozi pallasi bir-biriga parallel turishiga turtki bo'ladi. Ya'niki tarozining pallasi chap taraf va o'ng taraf bir xil turadi. Agar siz tarozining pallasidan qaysidir bir bo'lakni oladigan bo'lsangiz, og'ir taraf albatta pastga, yengil taraf yuqoriga ko'tariladi. Bizning jag'imizning ikki tarafi aynan xuddi shu tarozi pallasiga o'xshaydi. Ya'ni bir o'qda tizilib turadi-yu, qaysi tarafda bizani tishimiz olinadigan bo'lsa, jag'imizning bo'g'imi sekin astalik bilan o'zgarishni boshlaydi. Buni natijasida tishlarga tushayotgan bosim jag' suyagi orqali sekin astalik bilan bo'g'im boshchasiga boradi. Mushaklarga tushayotgan bosim esa mushaklar orqali aynan o'sha jag'imizni ushlab turadigan bo'g'imlar atrofiga, ya'ni jag'imizga yopishib turadigan sohalarga kuch noto'g'ri tushishni boshlaydi. Ya'ni kuch noto'g'ri tushishi natijasida suyakka boradigan bo'g'im boshchasidan tarqalayotgan kuch noto'g'ri o'tishni boshlaydi. Buni natijasida bunga nisbatan organizm o'zini o'zi himoya qilish funksiyasini ishga soladi va o'sha sohadagi suyakni sekin astalik bilan yemirilishini ta'minlaydi. Ya'niki bizning miyamizda shunday bir o'choq paydo bo'ladiki, shu joyda taqsimot buzildi. Buni to'g'irlash kerak deydi. Va organizm aynan o'sha bo'g'im boshchasi atrofida maxsus suyakni yemirib boruvchi hujayralar bo'ladi va aynan mana shu hujayralar ko'payishi natijasida bo'g'im boshchasi sekin astalik bilan yemiriladi va uning, ya'ni qo'l to'pining shakliga ega bo'lgan boshchasi sekin astalik bilan boshqa shakllarga o'tishni boshlaydi. Agar jag'imizda shunday qirsillashlar paydo bo'lgan bo'lsa, bu shu holatda yurishimiz mumkinmi? Hayot faoliyatini amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni yashab yurishimiz mumkin. Sizda tabiiyki savol tug'iladi. Haqiqatdan shu bo'g'imlarda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, ya'ni qarsillashlar, har xil qog'ozning ishqalanishi kabi ovozlar bo'layotgan bo'lsa yoki og'riqlar paydo bo'lgan bo'lsa, shunday yashashimiz mumkinmi? Ya'ni hayotimizni davom ettirishimiz mumkinmi desangiz, bu bo'g'imdagi o'zgarishlar hayot sifatingizning o'zgarishligiga sabab bo'ladi. Aynan shu bo'g'imni normal bitta holatda ushlab turaman deb uni ushlab turadigan mushaklar spazm bilan ishlaydi. Bu mushaklar kuchini to'g'irlash uchun yondosh mushaklar spazm bilan ishlashni boshlaydi. Ya'ni chap taraf bilan o'ng taraf mushaklar bir-biriga proporsional ishlashni boshlaydi. Buni natijasida yelkamiz va orqa mushaklar ishlashi natijasida umurtqa pog'onamiz egrilishlar paydo bo'ladi. Dastlabki osteoxondroz va bo'g'imning kasalliklarini boshlanishiga aynan mana shu bo'g'imning o'zgarishi ham ba'zan sabab bo'lib qolishligi mumkin. Ana endi siz aytishingiz mumkin, mani bo'g'imlarimda hech qachon og'riq bo'lmadi, qachonki tishlarimni qo'ydirganimdan keyin, tishlarimni qatorini to'g'irlatish uchun breketlar taqqanimdan keyin bo'g'imlarimda og'riq paydo bo'lib qoldi. Qarsillashlar paydo bo'lib qoldi. Menga qulay bo'lmayapti chaynash, ya'ni chaynov jarayoni menga zavq bermayapti, qiynalyapman desangiz, albatta bo'g'imni holatini va tishlaringizni chaynov funksiyasi to'g'ri ekanligiga e'tibor berishingiz kerak.
ko'p holatlarda nihoyatda chiroyli qilingan tish qatorlarini to'g'irlash amaliyotlari, nihoyatda chiroyli qo'yilgan tish koronkalari bo'g'im muammosiga sabab bo'lib qolishligi mumkin va bo'g'imda doimiy og'riqlar paydo bo'ladi. Siz og'riq qayerdan boshlanib, qayerdan kelayotganini bilmasligingiz mumkin. Doimiy tarzda boshingiz og'rishligi mumkin. Doimiy uyqungiz buzilishligi mumkin. Aynan mana shu bir dona tishning yo'qotilishi, uni o'rnini tiklash uchun qilingandagi bo'g'imni holati hisobga olinmasa, mana shunday muammolar kelib chiqish ehtimolligi ham bor. Agar kimdadir shunday holatlar yuz bergan bo'lsa, kommentariyada, izohlarda fikringizni bildiring. Savollaringiz bo'lsa bizga yo'llang va biz albatta sizga javob beramiz. Bu video foydali bo'lishligi uchun shaqir-shuqir qilib kulganda, og'izlari qarsillab, ovqatlarni chaynaganda jag'lari qarsillaydigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'lingiz, salomat bo'lingiz.